Ko'pchilik bak ko'chiq chiqmag'lar ama tekshirish kepti, bulasini tekshirish keptim ki pestirning saqchilar arlyapti. Qo'shnilar qanday havolanadi, yaxshimi, tashqimi? Bugun qilsam bormi yo'qmi, Turg'unjon? Telefon qilsa qat'iy deysizlar telefonini. Salam qo'shnilar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Turg'unjon, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Men chiqib talada bo'lmay qaptiman. Voy, bu nimda cho'laversizlar, bizning xalqning ishkini, biz ko'chaga chiqib ketibdik-mi? Qaysi bir oiladan kim chiqib ketibdi? Bu ko'chada hozir chiqayotganlar chiqyapti-da, o'zining pulini joy-joyida tepib xarjlab, joy-joyida yeydiganni akirib yeyapti-da. Xalq nim bo'lyapti hozir? Bizdan yeydigan normamiz tugidi, go'shimiz tugidi. Elim to'ttal to'xini beqib qo'yapti ekanmiz. To'ttal to'xini go'shimi tugidi, mishtirqim yeydigan, elib yeydigan tek pulimiz yo'q. Oshqoldi hozir mishtirqim. Yig'laymiz desek, kimga yig'laymiz hozir? Chiqadigan yana hamma taqab bo'lishdan, hamma taqab hozir. Biz kimga yig'layapmiz? Butun yuqoridan hozir yordamga kelyapti-da xalqqa. Kimga beryapsizlar? Bir xaltadan undan kirib berib, 5 kilodan mayna kirib berib, yeydigan go'shimizni kirib berib, qishich taqamsizlar. Qanday qilsanglar qilinglar, o'tiramiz biz xalq. Qo'y biz deganning hozir biz qo'y. İşte belki biz sulab qo'ysanglar uyda yetaveramiz, yig'imizni hech kimga yig'lamay, ishimizni, dardimizni ishimizga yutib o'tiraveramiz. Elim o'tirayotgani 3 oy bo'ldi. Ya bo'lmasa men xalqqa mana oylikni berib, o'tirishaman u yerda. Tomoqni yeb, mamani etib yeb o'tirishdanglar. Unga o'tiramiz uyda biz hozir. Hech kimga bir nima demay o'tiramiz. Voy, endi bir kichikina bir ishni qilamiz, animani qilamiz deb 5-soat ichildik. Voy, 25-soat ichildik deb quruq so'zkini emib o'tiraversak, endi biz bir teshig'i chiqib ketibdik-mi? Yo'q, sinnilar aytib teshimizni cho'lab qo'ydiganqa. Xalqning dardini to'shab ketib, undan keyin cho'lamamsizlar, qulupni salamsizlar. Nima ish qilsanglar xalqning dardini bir to'shab yiqinglar. Oldi bilan nima bor, nima yo'q. Ama u yerga ko'mak akilarlatamsa, un akilarlatamsa, moy akilarlatamsa, qishonda pul bormi? Ota pulni 95 qo'y, ota 90 qo'y, ota 100 qo'y deysizlar. Shu pul nereden kelyapti? Bormi, yo'qmi deb to'shab qo'ymamsizlar? Voy, bizning chaqiramoqtirqim peg'arimizga to'shab teshib chiqtaydi de. Bo'lmasa bizga ish deb beringlar, chiqib qilib shu ishni qilaylik biz. O'tirib ishni qilaylik. Ya bo'lmasa uyimizda qig'idab ish deb beringlar. O'tirib shu ishni tepib qilib, gelimizni baqadak bir ishni qilib, gelimizni beqib o'tiraylik. Bu yigitlar bilan bo'lsa o'tiramda, ya quruq uyda to'ttamni g'ajab o'taqli bo'lamda, bu uyda nima ish qilib bo'ladi? Voy, bir xat uni akirib beringlar, bir bizning qilinglar, daposh palonch qo'yni etinglar deysizlar, shu yanchiqda bormi, yo'qmi, maxalliq nerdan tepadi-da? Buni topadigan imkoniyat bormi, yo'qmi maxalliqda deb nima ish o'ylamaysizlar, hukumat kadrlar nima ish o'ylamaysizlar, shularni qilganlar qilyapti-da, pulini tep joy-joyida xarjlayapti-da. Nima uchun xalq qilolmaydi, shular qilaoladi shu ish vaqtni. Biz adam emasmikanmiz, biz hayvonmikanmiz? Ko'chada yurib o'zining vaqtini qilib pul tepayotganlar adam, biz hayvonmi? Doyingni muxtiryapti-ku, darvozani teshikni taqib etish bo'lmaydi deb. Nima ish taqib etsa darvozani? Xalq nima yeydi, nima ichidi, hammani bunday o'ylashmamsan sen haqiqiy. Birimiz kadrlar japat attı dedi. Kadrlar japat qilmiz, japat attı. Japat qilgan aytosizlik ish qilib aylık çıktı. 90 gün yaptı. Dehqonga nima chiqdi? Yanchiqdan chiqdi, yanchiqdan. Dehqon o'yladigan kadr yo'q, bu rahbar yo'qmi bu jahonda? 90 günning mobayni oblastni tekshirish keldi, naibni tekshirish keldi, ko'chiq chiqmanglar deyotganda. Dehqonlar 90 kun yotdinglar, nimanglar tugdi, nimanglar va qanday dardinglar va degan gapni bir qitim demayotgansizlar o'zlar.